Assalomu alaykum aziz obunachilar hamda kuzatuvchilar. Men bu galgi she'rimni Saidaxonim Mirziyoyevaga atadim. Marhamat tinglang. Yurtboshim qizlari Saidaxonim, fidoi ayollarni siz rahbari, o'rnak olsin yurtim yoshlari, ilmli ziyolilar noyob gavhari. Ilm vatanim deb tinmaysiz. Osiyo, Yevropa manzillarida siz kabi bo'lsa deyman ilmda, qizim Ruhshona ham omadda. Saidaxonim siz bilan yonma-yon yursa yoshlar maqsadlari tomon, dunyo davlatlari hamkorligi bor, yurtimiz taraqqiy etmoqda takror. Ajdodlarga munosib farzand bo'lib, avlodlar o'qib izlansin har on, eng mashhur oliy dargohlar kutmoqda yoshlarni bardavom. Shoira bo'lmog'im bu tasodifdan, o'z-o'zidan kelarkan ba'zida ilhom. Qofiya mos kelmasa gar uzurim, qabul qilgaysizlar muallifdan. Kamol ehtirom ila Rahbarxon Muydinova. E'tiboringiz uchun rahmat.